Kamol opa, uyqu bolaning hayotida qanday o'rin egallaydi? Uyqu bolaning psixologik, intellektual va jismoniy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bolaning rivojlanishida uyquning o'rni katta bo'lib, u organizmni fiziologik, psixologik va intellektual rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Pediatriya va nevrologiyada ilmiy asoslangan ma'lumotlarga ko'ra, uyqu miya faoliyati, xotira, hissiy holat va jismoniy rivojlanishdagi muhim biologik jarayondir. Uyquda miya quvvat oladi. Kun davomida olingan ma'lumotlar qayta ishlanadi, saralanadi va uzoq xotirada saqlanadi. Bu jarayonni o'rganish bolaning nutqi, tafakkuri va diqqatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kamol opa, ota-onalar uchun bola necha yoshda qancha vaqt uxlash kerakligi bo'yicha qo'llanma qilib bera olasizmi? Ha, albatta, bu haqidagi to'liq ma'lumotni opisaniyada yozib qoldiraman.